Hikoya. Bir kuni ajdarho o'rmonda keta turib, bo'rini tutib olibdi va aytibdi: "Bo'ri, men seni bugun tushlikda yeyman" debdi. "Savoling bormi?" desa, "Yo'q, savolim yo'q. Tushundingmi?" "Tushundim" debdi. Yana yo'lida davom etibdi. Yo'lida tulki uchrabdi. Uni ham tutibdi-da, "Tulki, men seni bugun kechki taomda yeyman" debdi. "Seni ro'yxatga olib qo'ydim. Kechki taomda oldimga kelasan vaqtida. Tushundingmi?" desa, "Tushundim" debdi. "Savoling bormi?" desa, "Yo'q, savolim yo'q" debdi. Yana yo'lida davom etibdi, quyonga duch kelibdi. Quyonni ushlab aytibdi: "Quyon" debdi, "Seni ertaga nonushtada yeyman" debdi. "Tushundingmi?" desa, "Tushundim" debdi. "Savoling bormi?" desa, "Bor" debdi. "Xo'sh" deb so'rabdi ajdarho. "Navoda kelmasam ham bo'ladimi?" desa, ajdarho "Bo'ladi" debdi-da, ro'yxatdan quyonni o'chirib qo'yibdi. Hissadan hissa shuki, azizim, savol berishdan qo'rqmang. Agar savolingiz o'ylangan, mantiqli bo'lsa va o'rnida berilayotgan bo'lsa, u sizga najot, u sizga yorug'lik, u sizga erkinlik bo'lishi mumkin. Biz farzandlarimizni ko'pincha hadeb gapiraverma, hadeb so'raverma deya cheklab qo'yamiz. Yo'q, farzand agar aqlli, ma'nili va ma'ni savol berayotgan bo'lsa, unga javob berishdan og'rinmang. Chunki savollar va javoblar bu olamning asosiy mavzusi hisoblanadi. Nima dedingiz azizim? O'ylab ko'ring. Omon bo'ling.